o'zi hayotdagi yomon ko'radigan gapim omadim kelmay qoldi degan gap. Yig'lab borganman tanlovgacha. Diplom boshqa narsalarga ham o'zim ism shartini yozib berishimga to'g'ri kelgan. Sizga ishonamiz, birinchi o'rin olasiz, kuchlisiz degan har bitta gap battar men ustimga bo'lgan bosimni kuchaytirdi va o'zi boshidan niyat qilgandim, tanlovda qanday sovrin bo'lishidan qat'iy nazar dadamga beraman deganman. Mashinaning kalitini olayotganda ham ota-onamga qarab turganman faqat. Ularning ko'zlaridagi quvonch, bir mamnuniyat hissini ko'rib juda ham xursand bo'lib ketganman. Mening ismim Xaldirdiyeva O'g'iljaran. Ko'pchilik o'z ismini eshitgandan darrov birinchi qiziqishadi qaysi millatdan ekanligimga, qayerdaligimni so'rashadi. O'zim Qoraqalpog'iston To'rtko'l tumanidanman. Kaltamnor degan turkman qishlog'ida tug'ilganman va turkman tilida tahsil olganman 11 yil maktabda. O'g'iljaran. Bu shunaqa to'g'ri talaffuz qildimmi hozir? Ha. Bu ismning ma'nosini bizga aytib bering-chi. O'g'il kutib qo'yilgan. O'g'iloy o'zbekchasi. Shunaqami? Jeren degani kiyik degan ma'noga aytadi. Jayron, o'g'il Jayron bu. Xullas har qaysi tanlovda ham, shu tuman bo'limiga borganda ham, viloyat bosqichida ham ismim bilan qanaqadir notanishlik holatlar yuz bergan, chunki O'g'iljaran degan ism o'zbek millatida ham, qoraqalpoq millatida ham yo'q. Shuning uchun har doim shu o'rinlar olganimda ismimni o'qishganda bitta to'xtab, tutilib, keyin talaffuz qilishardi yoki ko'pincha masalan diplom boshqa narsalarga ham o'zim ism shartini yozib berishimga to'g'ri kelgan. Kitobxonlik muhitiga, ya'ni shu kitobxon tanlov muhitiga kirib kelishim 9-sinf paytimga to'g'ri keladi. Bundan oldin ham to'g'ri maktabda, tumanda qatnashganman kitobxonlik tanlovlariga, lekin aynan shu tanlovga 9-sinfda qatnashga qaror qilganman. Aynan o'sha yil, ya'ni birinchi urinishda men respublika bosqichiga chiqishga muvaffaq bo'ldim. Lekin afsuski, faxrli o'rinlardan birontasini egallay olmadim. Shunda ham umuman afsuslanmayman, chunki aynan ushbu birinchi marta qatnashim men uchun juda katta hayot maktabi bir dars bo'ldi deb ayta olaman. G'olib bo'la olmadim, bironta o'ringa egallab ola olmadim bironta o'rinni. Qayerdan bilyapsiz? Hali natijalar e'lon qilinmadi-ku. Ballarni hisobladingizmi? Ballar bo'yicha o'rin egallaganim yo'q. Qoraqalpog'istonlik yosh kitobxonimiz O'g'iljaran Xoldirdiyeva taqdirlanadi. Rahmat. Bu yil ayniqsa raqobat juda kuchli bo'ldi. Men o'zim ham ko'pchilik kitobxonlarni tanirdim, savol-javoblar qilib birga tayyorlanganmiz va chiqa olmasligimdan qo'rquv juda ham kuchli bo'lgan. Shu sabab ham 5 ta bosqich bo'lgan bo'lsa, har qaysidan oldin 2-3 kecha oldin umuman uxlolmasdim, chunki menda o'zi shunaqa bir xarakter dedim bor, biron narsaga tayyorlanadigan bo'lsam yoki harakat qilsam, oxirgi imkonimning oxirgi darajasigacha harakat qilaman va mabodo g'olib bo'la olmay qolsam juda qattiq ta'sir qiladi bu menga. Oldindan o'zimni shuning uchun ruhan tayyorlab bordim deganda ham baribir tanlovda yig'lab qaytganman muvaffaqiyatsiz chiqqan shartlarda. Toshkent shahridan qatnashdim. Viloyat bosqichida ham raqobat ham juda kuchli bo'ldi. Ko'pchilik talabalar ekan o'zi va birinchi o'rinni 140 ball bilan qo'lga kiritib, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Respublika bosqichi birinchi shart bo'yicha 4-o'rinda turgan edim. Ya'ni parcha topish kerak va parcha topgan 8 ta ishtirok topgan bo'lsa, shuning o'rtasida o'rtacha 4-o'rinda turgandim. Lekin qandaydir bir nima deydi, ichki sezimmi, ichki xotirjamlikmi bir tomondan ozgina bo'lgan, lekin qo'rquv baribir kuchliroq edi menda o'sha paytda. Keyingi ikkinchi shartda quest sharti, bu yangi qo'shilgan shart, juda ham yoqdi menga, aynan shaxsan o'zimga. Bu shartdan o'rtacha 50 ballni oldim. Va 3-o'ringa chiqdim. Keyingi shart she'riyat sharti. Bu safar ham omadsiz kelgan shart bo'ldi deb ayta olaman. O'zi hamma tomonidan logo shart, ya'ni omad shart deb aytishadi buni. Menga to'g'ri biroz og'irroq she'r tushdi. O'zi ko'pchilik e'tirof etdi buni. O'zi hayotdagi yomon ko'radigan gapim omadim kelmay qoldi degan gap. Ko'pchilik o'z tanlovlarida ham shunaqa bo'ladi. Masalan, o'rin ola olmay qolsa, 4-o'rinni oldim yoki bo'lmasam omadim kelmay qoldi, qiyin bo'ldi deyshadi. Men lekin hech qachon tanlovni ayblamaganman. Muvaffaqiyatsizlikka erishsam, demak bu o'zimning aybim, ya'ni
o'zim kuchliroq tayyorgarlik ko'rishim kerak edi degan narsa bo'lgan har doim va shu sababli ham omadim kelmadi deb aytmaslik uchun ham ro'yxatdan tashqari ham juda ko'p adiblarning hayot ijodini, jadidlarni chuqur o'rganib, birma-bir yodlab chiqqanman. Birinchi yil qatnashganimda men Shukur Xolmirzayev hayot ijod haqida gapirish kerak edi va aytganimdek biz maktab darsligida umuman adabiyot yo'q, o'zbek adabiyoti o'tilmaydi. Shu sabab tug'ilgan yilini xato aytib qo'yganligim tufayli pastroq ball olganman. Bu safar bunday xatolikka yo'l qo'ymaslik uchun ko'plab adiblarning hayot ijodini o'rgandim va sharh bo'yicha 2-o'rin 87 ballni yuqori ballni deb ayta olaman, qo'lga kiritdim va bu meni 2-o'ringa olib chiqdi. Ya'ni umumiy 4 ta shart bo'yicha 2-o'rinda turgan edim. Bu 1-o'rindan 1 ball pastda edi. Endi bir kun kutish kerak. Oxirgi shart ertangi kun bo'ladi deyishdi. Xonaga kelgandan keyin juda ham qo'rquvim kuchayib ketdi. Ya'ni ertaga endi nima bo'ladi degan o'y. O'sha kuni yig'laganman ham. Avtobusda bora borguncha 1 soat hech narsa ko'nglimga sig'magan, hamma gaplashib kulishib ketsa ham bitta o'zim tutishga qancha harakat qilishimdan qat'iy nazar yig'lab borganman tanlovgacha. Hamma ota-onalar aytishdi, kuchli qizsiz, shu yergacha kelganingizning o'zi katta gap deganday, hammani jahon tillarida o'qirkansiz, bizni qizlarimizga ham nasib qilsin shunaqa grant bilan o'qib yurish deb sizga muxlislik qildik deb ham ko'pchilik aytishdi, xursand qilish, kayfiyatimni ko'tarish uchun. Lekin sizga ishonamiz, 1-o'rin olasiz, kuchlisiz degan har bitta gap battar men ustimga bo'lgan bosimni kuchaytirdi deb ayta olaman. 1-o'rinda turgan qiz, sirdaryolik qiz, birinchi navbatda chiqish kerak bo'ldi. Bu qizni ham juda ham hayajoni kuchli bo'ldi. Bir tomondan o'zimning 1-o'rinni olishni xohlasam, ikkinchi tomondan umuman u qizning topolmay qolishini yoki yengilishini xohlamadim. U qiz birinchi chiqdi, 2 ta savolga javob berdi, 40 ball oldi. Juda ham ichim achindi, chunki u ham kuchli qiz edi. Baribir tanlovga qatnashgan hamma o'ziga yarasha kuchli, bilimli qizlar edi, chunki ular ham necha 5 ta bosqichdan o'tib, saralanib kelgan, necha yillik tajribaga ega kitobxonlar bor edi tanlovda. Aynan o'sha 5-chi bo'lib chiqadigan bo'lsam, 4-chi ishtirokchi javob berayotgan paytda juda ham hayajonim kuchayib, qo'lim qaltirab, tomog'im ham qurib qoldi. O'sha paytda suv ichish uchun orqaga qaytishga ruxsat so'radim, lekin berishmadi. Ya'ni o'sha montajyorlar, nimalar, operatorlar hammasi bor edi, tayyorlab, mikrofonlarni qisib shunaqa turishgandi. Keyin suv ichmasam bo'lmaydi, hozir javob bera olmayman degandan keyin o'sha operatorlardan bittasi yugurib menga suv olib, o'zi ochib, qo'limga tutdi. O'sha 2 qultum suv ichib, o'zimni ancha bosib chiqdim va o'sha suv bergan akaga ham hurmatim cheksiz. Hozir ham o'zim 5-chi bo'lib chiqqan bo'lsam, birinchi berilgan savolga javob bera olmadim va keyingi 4 ta savolni ketma-ket topib 80 ballni qo'lga kiritdim. Mendan keyin ham yana 3 ta ball pastda yana 2 ta ishtirokchi bor edi. Ular agar 100 ball topsagina 1-o'ringa chiqishi mumkin. Lekin Samarqand viloyati 2 ta savolga to'g'ri javob berdi va 3-o'rinni qo'lga kiritdi. O'g'iljirim Xaldirdiyeva. Prezident bosh sovrini elektromobil kaltini olish menga juda ham boshqacha taassurotlar uyg'otdi menda. Mashinani kaltini olayotganda ham ota-onamga qarab turganman faqat. Ularning ko'zlaridagi quvonch, bir mamnuniyat hissini ko'rib juda ham xursand bo'lib ketganman va o'zi boshidan niyat qilgandim, tanlovda qanday sovrin bo'lishidan qat'iy nazar dadamga beraman deganman. Chunki hozirgi kunda bilasiz, o'qitish oson emas, ayniqsa qiz farzandlarni, lekin ota-onam juda ko'p mehnat qilib bizni, mana men 3-farzandman, Toshkent shahrida o'qiyotgan, o'qitish uchun boshqa hamma narsadan ketishgan va shu sababli ham o'zim nima bo'lgan taqdirda ham baribir dadamga sovg'a qilaman deganman. Lekin buni qayerda berish yoki qanday berish haqida o'ylab ko'rmagandim. Aynan o'sha taqdirlash marosimida biz Alisher Sa'dullayev bilan suhbatda bo'ldik. Dadam, ammam bor edi. Bir davrada turib birgalikda suhbat qurdik. Alisher Sa'dullayev dadam bilan tanishdilar, qayerda ishlashi haqida so'rashdi va o'sha 3 ta qizini ham oliy ta'limda o'qitayotganligini eshitib, alohida mana millat otasi qanday bo'lish kerak degan gaplarni aytdi. Bu juda ham xursand qildi meni. Ya'ni aynan men kitob o'qib, dadamni mana shu yerlarga Alisher Sa'dullayev bilan suhbatlashgani olib kela olganimdan juda ham bir katta faxr hissini tuydim deb ayta olaman va o'sha payti men hozir beray imkoniyat-ku degan his o'tdi ichimdan va o'zi oldindan ham ichimda maqsadim edi shu berish va o'sha paytda o'sha davrada mashinaning kaltini dadamga sovg'a qildim. Men o'zi eng asosiy maqsadim mashina yetib olish emas edi, o'sha kitobxonlik orqali o'zimni ko'rsata olish edi va maqsadimga yetdim. Mashinani esa dadamga tantanali ravishda sovg'a qilmoqchiman. Eng asosiy maqsadim edi. Xafa bo'lsa qo'yay kuldirib, otamni bir quchoqlab qo'yay, do'sti bo'lay, sirdoshi bo'lay, maqtansin men baxtga to'lay,
xursand bo'lsa jilmayib kulay, otamni bir quchoqlab qo'yay.